Kim agar tavba qilsa Robbisiga, men o'sha bo'ldi yaxshi yo'lga qaytmoqchiman, to'g'ri bo'lmoqchiman, Robbim senga qulchilik qilmoqchiman deb kimda-kim qaytgisi kelsa, Alloh shuna xursand bo'lar ekan. Xuddi sahroda kimdir tuyasini yo'qotib qo'ysa, keyin umidini uzib o'ldim deb o'ylaydi-ku. Keyin o'sha o'ldim deb o'ylaganda tuyasini topsa, ustida o'sha suvlari bilan, ovqatlari bilan qana xursand bo'ladi odam. Alloh taolo undan ham xursand bo'ladi. Chunki bir bandasi Robbisiga qaytsa, shunaqa xursand bo'lib ketar ekan. Shunga dunyo arzimaydi. Men o'sha murojaat qilmoqchiman yurtdoshlarimizga, xususan o'sha show biznes ahliga murojaat qilmoqchiman. Bu dunyo arzimaydi. Uni ortidan yugurishga, bu fanatlanib